Handaqda Amr ibn Hudning ismini eshitib, bironta musulmon chiqmadi. Boyaga aytganimizdek, endi uning 80 ga kirgan bo'lsa, 20 ga kirganda qilich ushlagan bo'lsa ham necha yillik tajribasi bor? 60 yillik. U qari bo'lib quvvatdan qolgan emas, quvvatni cho'qqisi deyilyapti. Ali roziyallohu anhu bor yo'q ikkita jangda qatnashgan. Badr bilan Uhud. Hamma xavotirga tushdi. Shuncha ulug' sahobalar turib birontasi o'rnidan qo'zg'almadi. Ali roziyallohu anhu turib men chiqaman dedi. Rasululloh: "Ey Ali, bu Amr ibn Hud o'tiring joyingizga" dedi. Ali o'tirdi. Amr ibn Hud endi masxara qilishni boshladi. Ichinglarda muborazaga yaraydigan bironta erkak yo'qmi? Bironta erkak yo'qmi? Axir o'lsanglar sizlar boradigan jannat qayerda qoldi dedi. Agar o'lsanglar jannatga borardinglar sizlar. U jannat o'zi qanday chiqmaysizlar deb masxara qilishni boshladi. Payg'ambarimiz o'ngga qaradi, chapga qaradi, hech kim turmayapti. Ali ibn Abi Talib men deb ikkinchi marta chiqdi. Payg'ambarimiz yana o'tkazib qo'ydi. Bu yerda Amr ibn Hud baqiryapti, masxara qilyapti. Kim chiqadi deb payg'ambarimiz so'radi, 3-marta men deb chiqdi. Ali roziyallohu anhu 26-27 ga kirgan bola. Rasululloh bu Amr ibn Hud dedi. Amr ibn Hud bo'lsa ham. Payg'ambarimiz ruxsat berdi, chiqdi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Jasorat umrni qisqartirmaydi. Bugun Amr ibn Hud o'lish kerak. Ali roziyallohu anhudan yoshroq odam chiqsa o'ldiradi. Rasululloh ruxsat berdi, Ali ibn Abi Talib oldiga bordi. Amr otning ustida turgan edi. Ali esa piyoda. Yana qaytarib aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglarni qaraymizmi? Xulofoi Roshidinlarda davrida bo'lgan jangni qaraymizmi? Birontasidagi bo'lgan muborazalar mana shu muborazaga teng kelmaydi. Ali roziyallohu anhu Amrning qarshisiga kelib turdi. U tanimadi. Kimsan dedi? Ali dedi. Ali ibn Muaviyamisan? Yo'q, Ali ibn Abi Talibman dedi. Endi Abu Talibning hurmati baland, Alining otasi Qurayshning sayyidi bo'lgan, arablar taniydi uni. Amr aytdiki: "Ey, sen Abu Talib o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt. Sendan yoshi ulug'larni jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda" dedi. Ali aytdi: "Amr, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tolar ekansan" dedi. "Ha? Men senga ikkita narsani taklif qilaman. Ayt. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan" dedi. Amr aytdi: "Bu narsani menga keragi yo'q. Ikkinchi taklifing nima?" dedi.